qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va foydalanuvchilari. Ushbu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, Bosh vazir Abdulla Aripovga, Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldashevga, Senat raisi Tanzila Kamalovnaga, Oliy Majlis spikeri Nuriddin Ismoilovga, Farg'ona viloyati hokimi Hayilla Hayitbayevich Bozorovga, Farg'ona viloyati prokurori Baxtiyor Ismoilovga, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshlig'i Azizbek Ikromovga. Ushbu murojaat O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Katta Beshkapa mahalla fuqarolar yig'ini Zakovat ko'chasini cheklaridan bo'lyapti. Xo'p, chekilishga ham endi 30 yil istiqomat qilyapti. 30 yildan beri bitta fuqarolar chekilishi ham noto'g'ri o'zi, ancha bo'lib qoldi. Katta Beshkapa MFYni o'sha infratuzilmasini yaxshilashlik bo'yicha 2022-2023 yillarda Prezident qarori 408-qarori bilan 7 milliarddan oshiqroq mablag' ajratilgan deyilgandi. Sobiq hokim Novikovning oldiga borilganda o'zi axborot bergandi. 3,5 milliard asfaltga deyilgan, qolgan qismi beton tayanchlar, transformator, tik bashna qo'yish, quduq ko'lash, uzoq kilometrli sep kabellar, uzoq kilometrli suv tarmoqlarini tortish bo'yicha mablag' ajratilgan. O'lkalarda asfaltlar qilindi. O'sha 3,5 milliard asfalt qilindi. Qolgan qismi mana stolbalarga ajratilgan mablag', transformatorlarga ajratilgan mablag'lar qaysi tomonga ketganligi haligacha noma'lum. So'rab borilganda, u pullar yangi hokim Anvar Abdullayev oldiga borilganda, Anvar Abdullayev Aliyevich oldiga borilganda, u pullar tugaganligini, prezident yana pul ajratsa, harakatlar davom ettirishligini aytgan. Ana holatlarni ko'rib turibsizlar. Qishda, mana shu yog'ingarchiliklarda bu yo'llar rasvo bo'ladi, yurish qiyin, aholini qiynayapti. To'klarimiz o'ta past sifati. Xonadonlarga mana tomdan o'tgan. Bahorda tuman hokimi yangi saylandi, Anvar Aliyevich kelib shu holatlarni amaliy joyida o'rganishlarni iltimos qilib 3-4 marotaba qabullariga borgandim. Kelishlarini aytdi, o'rganishlarni aytgandilar. Mana yil yakunlanyapti. Hali beri kelingan yo'q. Bu ko'chadagi fuqarolar ham prezident saylovida, konstitutsiya saylovi, o'sha referendumda, deputatlar saylovida qatnashgan, aholi yashaydi, lekin zamonaviy hayotdan anchayin chetda. Beton tayanchlarimiz mana shu ahvolda. Hurmatli yurtboshim, sizdan iltimos qilardim, shu holatlarda o'zingiz nazoratingizga olsangiz, 408 bo'yicha ajratilgan o'sha 7 milliarddan yuqori pul, 3,5 milliard asfaltga sarflangan bo'lsa, qolgan qismi qaysi tomonga ketgan? Va'da qilingan o'sha 250 tadan oshiq beton tayanchlar, 5 ta transformator, bitta tik bashna, quduq ko'lash, sep kabellar, suv tarmoqlariga ajratilgan mablag'lar qaysi tomonga yo'naltirilgan? Nima uchun ishlar oxirga yetkazilmagan? Aholini qiynab kelayotgan bu muammolar kim tomonidan o'rganiladi? Viloyat hokimiga ham bordik, tuman hokimiga bordik, tuman prokuratura mana shu yerda mana shu qaramog'iga olgan odamlarni oldiga ham bordik, hech ham natija bo'lgani yo'q. Mahallamiz raisi uni keladi ham bakka. Rayon hokimining oldiga borib uchradik. Almashib ketgandan keyin yana borsak,
u paytda nima o'tib ketgan, yana boshqatdan nima tushsa keyin deyapti. U nima gap bo'lyapti xolos ozibatda. Oldi qochdi Hech gaplar qanaqa hamma nima yo'q. xalqni o'ylagan yo'q hech qaysi. O'zi mablag' ajratilgan 408 bo'yicha. Ajratilgan deb ko'rsatgan, oldingi hokim ko'rsatgan. Hech qanaqa mablag' Mablag' ko'rsatib, mana suvdiki, mana nimaniki degan. Asfaltniki, svetniki degan. Boshqa Mana mahallaga o'sha pul endi yo'q. berib yuborishgan bo'lishi ham mumkin. O'sha bizga berilgan mablag'ni endi kimlardir endi osh-posh qilib bergan, biz osh qilib bergani holatimiz yo'q. Mana ahvolda bo'lsak. Shu endi gaplar shuda endi. Ahvol rasvo.